Mana hozir 2 rakatdan umra ibodati uchun 2 rakat namoz o'qib oldik. Ana endi niyatini qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Allohumma inni uridul umrata fayassirha li va taqabbalha minni. Ey Allohim, umra ibodatini ado qilishlikka niyat qildim. Allohim o'zing bizga yengil oson qilgan va bizdan uni qabul qilgan. Allohu akbar deymizda, labbaykani aytamiz endi. Labbayk Allohumma labbayk, labbayk la sharika lak labbayk, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. La sharika lak labbayk, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Bu labbaykani inshaalloh yurib hozir to haramni Ka'baga borib tavofni boshlaganimizcha aytamiz. Endi mabodo u kimga qilmoqchi bo'lgan odamlar bo'lsa umrani. Allohumma inni uridul umrata an masalan Muhammadin yoki an Foziljon. Fayassirha li fataqabbalha minni deyiladi. Allohim bu umrani Foziljon nomidan niyat qildim. Alloh o'zing buni oson yengil qilgin va bizdan buni qabul qilgin deb niyat qilinadi. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Hozir mana guruhimiz bilan umra ibodatini ado qilishlik maqsadida mehmonxonamizdan umra niyati bilan g'usl qilib chiqdik. Mana bu Tan'im, ya'ni Hazrat Oysha radhiyallohu anhoni masjidlarida, ya'ni bu miqot hisoblanadi. Mana shu miqotga kelib, ya'ni chegaraga kelib, albatta shu ihrom niyatini qilib, ana undan keyin ihromning kirganlik va umra ibodatini ado qilishlik uchun albatta bu yerda 2 rakat namoz o'qib, niyatini qilib shu yerdan labbaykani aytib qaytamiz. Inshaalloh hozir qiladigan ishimiz, biz bu yerga kirganimizdan keyin 2 rakat nafil namoz o'qiymiz, tahiyatul masjid. Ana undan keyin 2 rakat umra uchun niyat qildim deb 2 rakat namoz o'qiymiz. Avvalgi rakatida Kafirun surasini, keyingi rakatida Xilos surasini o'qiymiz. Undan keyin niyat qilamiz. Allohumma inni uridul umrata fayassirha li fataqabbalha minni. Ey Allohim, umra uchun niyat qildim va bu umrani menga yengil oson qilgin va mendan buni qabul qilgin deymizda, labbaykani aytib, ana undan keyin yo'lga tushamiz. Inshaalloh. Hozir mana masjidga kirishni boshlaymiz. Marhamat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barodaroni aziz, inachqa ki shuma didese mo dar Makka Munawwara هستیم. انشاءالله حضرت محمد صلی الله علیه و سلم رو روزی رفته سر تنها را پاک میکنیم. انشاءالله میدونیم زیارت میکنیم. چی گفتین دوستان؟ انشاءالله ما در حق شما هم دعاگو هستیم. با ما باشه. سلام علیکم برادران و رفیقان دوستان. ماشاءالله اینا ما در مسجدی در خانه خدا در نزد مسجد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم